Bu iftorlikka osongina va hammaga yoqadigan taom tayyorlamoqchi edim. Qarasam qiyma va bir ikkita narsalarim qolmabdi. Magazinga chiqib olib keldik desam, ko'cha sovuq, ustiga yomg'ir yog'yapti. Bola bilan ne variant dedim deb Korzinka Go'dan zakaz qilib oldim. Agar sizda Korzinka Go ilovasi bo'lmasa, Play Market yoki App Store'dan skachat qilib olasiz. Birinchi 3 ta zakazingizga 90 ming skidka qilib berishadi va ularda 250 mingdan oshsa uygacha besplatniy dostavka. Mahsulotlari xuddi o'zingiz magazinda tanlaganday hammasi svejiy. Endi taomga qaytamiz. Korzinka Go'dan zakaz qilgan qiymadan yarim kilo solamiz. Piyoz, ko'katlar, non talqoni, tuz, paprika, ziravorlarni solib bitta tuxum chaqvoramiz. Videoda ko'rib turganingizdek kichkina kotletchalar yasab olamiz. Ichiga yaxshi eriydigan sirdan solib, xuddi shunaqa uzunchoq qilib pichoq yordamida iz tushirib olamiz va pomidor, piyoz, tomat va ziravorlar qo'shilgan sousga terib chiqamiz. Yonlariga svetofor bolgarskilardan qo'yib, ustini folga bilan yopib, baland gradusda pishirib olamiz. Juda ham mazali. Kotletlarimiz tayyor bo'ldi. Lavashga shunaqa piyozlarni solib o'rab yesanglar bo'ladi. Guruch pishirsanglar ham to'yimli bo'ladi, yoqimli ishtaha.